Oy ota-onalar, farzandlaringni qarg'amanglar. It deyapti bir kunda ota-ona. Bolasi molga o'xshagan deyapti. Eshakka o'xshagur deyapti. Yer yutsin deyapti. Ota-ona farzandini shunaqa so'kyapti. Balki ahmoqlar bor, o'zini o'zi so'kadi padaridan kelib. Yo'q, ey ota-onalar, bitta narsani bilinglar, sizlarni duolaring o'q taqa o'tadi. O'q taqa. O'q ham hayron qoladi ota-onani og'zidan chiqqan farzandi uchun duosiga yo'q qarg'ish. Xo'p, farzandingiz ayb ish qildimi? Yomon ish qildimi? Qarg'agiz kelyapti, mana shu tilingiz aynalgiz kelyapti. Zo'r so'zlarni ishlating. Muqobiladagi uni foydasiga tegadigan zo'r so'zlarni ishlating. Mana bugun nima uchun farzandlar ishlayapti, ter to'kyapti, nima uchun oilasini boqolmayapti, pulini yetkazolmayapti, qarzga kirib ketyapti. Ha shu ota-ona eshakka o'xshagan so'kyapti.